Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ba'zilar yaxshi hayotda yashab, faqat oldinga qarab qadam bosishadi? Ba'zilar esa o'z joyida qotib qolgan. Farq nimada deb o'ylaysiz? Gap omaddami yoki harakatdami? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu hamma insonlarni bugun hayot sinayapti. Barchalarini orzulari singan. Hamma menga o'xshab avatar tog'larini ko'raman deb kelgan, lekin hech kim ko'ra olmadi. Sababi tuman. Marhamat. Lekin asosiysi shu joyga keldik. Mana, ana shu joylar men bu yerda. Yo, tasavvur qilaylar. Shuncha xarajat, shuncha yo'l bosib kelib, oxiri mana bunaqa bo'lsa, o'g'ri, taqdir. Lekin sal alam qilar ekan baribir. Allohga behisob shukr. Aka, pulimni qaytarib berasiz. Bilmayman, mashinnikmisiz, boshqamisiz, lekin pulimni qaytarib berasiz. Avatar tog'ini ko'rasan dedingizmi? Mana Avatar tog'i uchun keldimmi? Mana bu nima ahvol? Pulni so'rash kerak ekan-da. Bo'ldi endi, pul yo'q. Pulni so'rash kerak ekan. Sal bo'lsa ham ko'rdik mayli. Aka. Pulimni 20% kerak emas, 20% ko'rdim. 80%ni qaytarib berasiz. Yo'q, qaytarib berishlari kerakmi, yo'qmi shuni aytinglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Bir marta keling deganim. Yo'q, Allohning mo'jizasini qarang-da. Bu dunyoni aka biz kichkina qilib ko'rsatamiz-da. Chunki juda ham kichkinada biz. Lekin men bularni ko'rgan holatda bu dunyo qanchalik kattaligini sezadi inson. Alloh qudratini sal bo'lsa ham bir sezasiz-da. Alhamdulillah. Yetkizganiga shukr. Alloh qudrati cheksizligini bitta narsa bilan isbotlayman. 9 etajli binolarni zilzilaga bardosh berishligi, bermasligini o'ylab turgan bir paytimizda 350 metrlik tog'larni qarang qanaqa turibdi. Mana shu 350 metr. Kamerada unchalik bilinyapti yoki yo'q bilmadim. Lekin mana shu tog'larni qaranglar, pastlarini qaranglar bularni. Mana buni qaranglar. Asrlar davomida turibdi. Yo qudratingdan yetkazganingga shukr. Men bir baxtda. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tog'larni yerni ustuni deb ta'riflaganlar. Haqiqatan ham qarang. Alloh qudrati qanaqa cheksiz. Haqiqatan ham ustundek turibdi bu tog'. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tosh o'rtasidan mana shu daraxtlar, gullar qanaqa qilib o'sib chiqqan. Va bu tog'lar o'zini ham qaranglar. Xuddi ustma-ust terib chiqqandek. Bir xil insonlar bor shubha qiladi Alloh qudratiga. Mana qarang. Mana shu hammasi mo'jiza bo'lmasdan mana. Hattoki o'zingizni tanangiz, yuragingiz urayotgani, mana bu hammasi mo'jiza-ku. Subhanalloh deyishdan boshqa iloj yo'q. Mana shu joylarni shaxsan o'zingiz yaqin insoningiz bilan birgalikda kelib ko'rib ketishingizni tarafdoriman. O'sha insoningizga ushbu videoni jo'natib qo'ying va videoga bitta like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lardim. Sen yaratgan olamu inson go'zal. Sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal. Sen buyurgan har amal iymon go'zal. Ya Rabbi. Shuncha qiyinchilik va xarajat bu manzara uchun arziydi. Soatlik yo'lni 1 daqiqada bosib o'tsa bo'ladimi?
Albatta bo'ladi. Avatar tog'ida joylashgan Bailong lifti bilan bu narsani iloji bor. Dunyoda birinchi o'rinni egallagan tashqi liftimizni balandligi 326 metr bo'lib, tezligi esa 1 soniyada 3,5 metr balandlikka ko'tariladi. Xarajatlariga keladigan bo'lsak, 25 dan 30 million dollargacha sarflangan. Videoning oxirida sizga bitta savolim bor. Lift so'zini o'zbekchasiga tarjimasi nima bo'ladi? Kommentariyada yozib oling.